Assalomualaykum Chorva Otabek kanali qadri baland qadrli aka-uka do'st birodarlarimiz. Mana bugun haftaning shanba 11-aprel sanasida turibmiz. Hop, bo'zalarimiz yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta, jami 16 ta bo'zagim bor. 4 tasini birinchi qo'yamiz. Orqa boshlardan ko'rishingiz mumkin bo'zani. Akamiz narxini bir ro'shda o'zlari tanishtirib beradilar. Assalomu alaykum Chorva Otabek kanali kuzatuvchilarimiz, sizlarga mashhadi olaman deganlarga 4 ta va'da bo'zagimiz bor. Ahda kattaroqlari ham bor, katta buqib olaman deganlarga. Xudo xolasa bo'zalarimiz yaxshi, 4 talasi. Ko'rishingiz mumkin. Bir ro'shda narxlari, gavdovoshlarni tanishtirib o'taverasiz obunachilarimizga. Ko'z tub. Otabek mo'li yaxshisini olaman deganlarga qarang, mana bo'yinlarni ham do'qonsin, menimiz sifati ham O'zini ko'rishingiz mumkin. yaxshi buqqan, yelkalarini va bo'yinlarini qarang. Bo'ynlari ham yo'g'on, orqa oldi bir xil yo'g'onligi qarang. Orqa boshlardan ko'rib, mana oyoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari ham baquvvat, mana kallalari ham. Parodasi qanaqa buni aka? Yashil. Parodasi bular mesni mollar, lekin bu simitaning gibrid. Otasi simita, onasi o'zimizning molga qochib mashmol qadamga. Qarang, Yashi 1 yasharga to'lmagan a bu zot. Yashi yosh, o'ta yosh. Gavdovoshlarni bir o'lchab narxlarini zotli olaman degan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga bemalol qo'yma tavsiyalarimiz. Otabek buqalarni qarang, hamma joyda kelishgan. Sog'lom, muhimi sog'lom. Ko'rishingiz. Orqalari ham pachka ekan, gaddallari ham. Orqasi bilan oldi bir xil ekan, tep-tekis. Otabek bunisini o'zi shunga odam bilaveradi buni, sifati bor, sifatiga qarab olishadi. O'ziga bo'lsa Otabek 21 million so'm kami bor. 21 million kami bor. Odam adashmaydi. Gavdovoshlar qancha chiqadi bu bo'zani aka? 1.15 bilan 1.20 atrofida bo'lsangiz gavdovosh. Orqalarini ham ko'rsting, yo'g'onligini. Hamma joy to'la. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin mana. Similtanga gibrid bo'zagimiz 21 million so'm kami bor. Kami bor, xudo xolsa kelishtirib beramiz. Gavdasi 1.15 bilan 1.20 orasida ekan. O'lchab hammi? O'lchavchi. 1.17. 1.17 chiqyapti gavdasi bo'zagimizni. Endi bu bir xil qop-qora mana, xudo xolsa bular ham o'ta sog'lom. Kalla boshlar. Uchalasini bitta qo'yamiz, mana shu uchalasini. Uchalasini yo'lda qilib qo'yib beraman. Bularni yemlashga tayyor buqalar, kichkina emas mollarimiz. Xudo xolsa Bo'za emas, buqa bo'lib qolgan. Orqalarini qarang, to'rtbucha narsalar. Ko'rishingiz mumkin, orqalardan ham, orqalari ham pachka ekan. Uchalasini ham. Oyoq qo'lusini kelishgan mol. Buni ham gaddalli ekan, o'z orqasi bilan oldi bir xil tep-tekis kelgan ekan bo'zalarimizni. Ko'rishingiz mumkin. Orqa boshlari va oyoqlaridan ko'rishingiz mumkin. Kallalari. Uchalasi ham bir xil ekan. Uchalasini nech pul qo'yamiz aka bu obunachilarimizga? Otabek, xudo xolasa narx yengil, mesni mol, ahdan-baxdan kelmagan. Yangi Qo'rg'on tumani Begobod qishlog'ining mollari, Begoboddan tushgan mollar. Badani ham sog'lom, hamma joyda nuqson yo'q bo'zalari. Yemoq-ichmog'iga garantiyasi bor bir hafta. Ichida sinovdan o'tdi. Somon pahol silos yedi. Mollar sog'lom, xudo xolasa. Uchalasi bo'lsa 18 million 700 ming so'mdan besha yut beraman. Dastlabki qangacha aka? Oddiy bo'ylab dastlabkasini qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Alloh nasib qilsin. 18 million 700 mingdan qanchadan qo'ya aka bo'larini qo'yali bu obunachilarimizga? 18 million 700 dan kami bor. U 20-21 demadim men. 18 million 700 ming so'mdan kami bor, yut beraman. 18 million 700 mingdan kami bor. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalarimiz. Video mashaq to'xtating, katta buqa boqaman deganlarga 6 dona katta buqamiz bor. Ularni ham bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Mana qadrli obunachilarimiz, mana ichkarida 6 bosh Qirg'iziston parodi ko'chat buqalarimiz. Mana o'zimiz baqib turgan uyimizda mesni turgan bo'zalar.
Uchastkada kecha chiqildi, kecha qo'yolmadi buqalarimizni. Ayrim sabablarga ko'ra bugun ash 4 ta kelgan bo'zagimizga qo'shib bularni ham qo'yadigan bo'ldim. 6 ta orqa boshlardan ko'rishinglar mumkin. Gadovosh oldilarni ham ko'rsatma. Yo'qligini. gaddallarni nima, oyoqlarini ko'rishinglar mumkin, kallalari. U o'zimizni Baquda turgan bo'zalar bu. Hali kuraç qazgan jeti yo'q bo'zalarimizda. Ash oldi ko'ralarni ham ko'rsatib. Kallalardan ko'rishinglar mumkin mana oldilarni mana. Yemlashga tayyor buqalarimiz. Buqalar o'z yemini yeb turgan buqalar. Ha, ko'rishinglar mumkin mana 6 tasi mana kallalari. 6 tasini bitta narx qo'yamizmi yo yakka-yakkadan qo'yamizmi? Ikkita-ikkita aka? Xudo xolasa 6 tasini bir joyga qilib narxini aytamiz. Katta kichik. Biz buqamizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatamiz, o'taylik. Ko'rishingiz mumkin. Orqa boshlardan. Oldidan ko'rsatdi. Kichkina o'zi emas buqalarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Bu ikkalasini bitta qo'yamizmi aka? Ash 6 tasini bitta aytamiz, o'taylik. Yo'llatamiz. Mana qadrli obunachilarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Mana kallalarni mana oldi oyoqlarini ko'rishingiz mumkin. Baqvat mana kallalari. Kichkina bo'za emas bular. Buqa yemga tayyor, yemini yeb turgan buqalarimiz bular. Bo'ylab turib bitta hammasini ko'rsatali endi bularni. Acha bo'ylab turavering. Buqamizni ko'rishingiz mumkin. Ash sarig'ini ham ko'rsating. Mana ko'rishingiz mumkin mana oldilarni, Ozgina gaddallarni. vaqtda bo'ldi, o'qalaymiz. Bu o'zi tayyor bo'ladi shekilli, ish turadi bular. 3 oy vaqtda xudo xolasa bular. 3 oy to'rada qassobga beradigan bo'laveradi mana. Ko'rishingiz mumkin. Kichkina o'zi emas, buqa bular. Iti ham bor. Yeb turgan buqalar bular. Tushuncha? O'tabek mana shu 6 tasini bitta ko'rsating. Ko'rishingiz mumkin. Katta kichik o'zimiz vaqt turgan buqalarimiz bular. Mana orqalardan, mana oldilardan ko'rishingiz mumkin. Shiriga buni. Orqa boshlari, mana oyoqlari. Yelkalarini ko'rishingiz mumkin, kallalar bilan mana oldi oyoqlari, baqvat. Mana Ha, yelkalarini qarang. orqalarda ko'rishingiz mumkin. Cho to'ra vaqtda bo'ldi, ko'p vaqtmadi. 6 tasi shu to'ra, uzoq to'rada qassobga tayyor bo'ladi bular. Mana orqalari. Gaddallarni ham qarang, bu obunachilarimiz. O'tabek narxiga keladigan bo'lsak, bu 6 tasini bo'lsa bitta olamiz deysa, 22 million 500 ming so'mdan. 22 million 500 mingdan kami bor. Kami bor. Xudo xolasa buqalarimiz 350 kilodan kelaveradi, suyug'ini quyug'i hisoblasa. Mana shu bo'zak eminda 350 kilodan vazni. Qagacha dastavkasi bor aka bularning? Bunday bo'ylab dastavkasini qilib beramiz o'taga. 6 tasini bir joyga kelishadigan bo'lsa, Toshkentgacha dastavkasi bor. Kelishamiz. Toshkentgacha dastavkasi bor. Raznisasi bor, katta kichigida o'rnalar. Gadovoshlarda ham, kilasda ham raznisasi bor. Mana ikkalasi kattaroq aka. Bu o'ng'urisi. U ikkitasi ham titiroq, uchtasicha maydaroq. 22 million 500 ming so'mdan xaridini qilib yetkazib beramiz. Aloqa Samarqand, Buxorodan ham aloqaga chiqsa, dastavkasi bor. Kelishamiz aqiga. Dastavka yo'qmas, qilib bera olamiz. Prosta kelishamiz narxini.
dastavkasi yo'qmas. 6 tasini bir joyga olamiz deysa, o'ylari bo'lsa bo'ldi. Bo'zalarimiz yetib boradi. Yemoq-ichmog'iga garantiyasi bor 1 hafta. Yashurda chuchuydigan akalarimizga 3 kun garantiyasi beramiz yashur kasalligiga ham. Mana ko'rishinglar mumkin obunachilarimiz. Bu kecha olib chiqdi bularni, bu 6 tasini, tashqaridagi 4 tasi bugun tushgan bo'zalarimiz ular. Ular tayyor buqa bo'lib qolgan. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu 4 tasi kichikroqlarimiz bular. Undan ham kichikroqlari bor yani. Mana ko'rishinglar mumkin. Gavda oshlari 1.15 plus. Ularniki 1.15. Mana. Hop, bittayu mana ikkitasi 1.15 plusda. Mana ularniki 1.13, 1.14 mana bu bo'zagimizni bo'ylari. Bularni narxlarga keladigan bo'lsak, 4 tasini bir joyga olamiz deysa, hop, 17 milliondan kami bor. 17 milliondan kami bor. Yemoq-ichmog'iga, yashuriga garantiyasi bor bo'zalarimizda. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Qadrli obunachilarimiz, video yoqqan bo'lsa bittadan like tugmasini bosib, maksimal darajada videoni tarqatishga harakat qilamiz. Adresga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati 3 tumani Yorqo'rg'on qishlog'ida turibdi bu bo'zalarimiz. Telefon nomerlar 93lik 102 63 63 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Bo'za deysizmi, buqa deysizmi? Doim bo'ladi. Kuti uzilmadi. Soni cheklanmagan. Bu yerda turgan buqalarimiz hozir 16-17 bosh buqamiz bor bu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Murvoshda oldilarini ham ko'rsatib o'tamiz bularni mana hammasini. Mana ko'chat buqalarimiz. Yeb turgan yemishi pohol, silos aralashtirib beriladi.